bormangizlar, hormanglar, baxtiyormisizlar. Men qo'pol qilib aytsam, xafa bo'lmasanglar aytaman. Xafa bo'lmasanglar aytaman. Xafa bo'lsanglar men bir qoshiq qonimdan kechiring. Erdan ajragan ayoliga hamma osilaveradi, unitazga o'xshaydi, hamma kelib siyib ketaveradi qo'pol qilayotganda. Не надо, любите себя, уважайте себя. Bir eringda bo'lsa, eri yo'qdi boshiga Buxorodan kelib qarg'a chiqib ketar ekandir, eskilar qo'pol qilayotgandir. Qaysi tilda aytdi yana? Erni boshini maqtayman-da. Er bo'lsa yaxshi, endi hali ahmoqlari bor, urang'ishlari. Hali o'tasi haliga qayta vaqt tashlaydiganlari bor. Unaqalari bilan endi dadalaring kelib gaplashib, akalaring nimaga kelib o'zini urib ketsa, odam bo'ladi. Lekin ajrash, yo'lini qilib ajramaslikda harakatini qilish kerak. Lekin imkon yo'q ajratib. Qaynana uchun erdan ajraladimi ayting? Yulduz opa Usmonova, mazza qildingizmi? Ko'pchilikning qalbini og'ritib, haz etdingizmi? Xafa bo'lmasangiz sizga bir gap aytaman. Xafa bo'lsangiz ham mayli. Shu yillar davomida 100 ming so'm puli qo'lingizga tutib ko'rdingizmi? 100 ming so'm puli. Sizlar dollarda gaplashasizlar. Lekin shu 100 ming so'm uchun ertalabdan kechgacha posudomoykada ishlab yurgan ayollarimiz bor. Farzandlarimga halol luqma yediring deb farzandimdan umid qilib yurgan ayollarimiz bor. Sizni o'ylamagan holda gaplagan gapingiz ko'pchilikni qalbini og'ritdi. To'g'ri, siz u gapni yaxshi ma'noda gaplagan bo'lishingiz mumkin, lekin shu gapni chiroyli tarzda siz ayollarga yetkazishingiz kerak. Bir qo'shiqni xatosini necha marta to'g'rilaysiz? O'zingizga yaxshi uchun, sizning muxlislaringizga yaxshi uchun. Nahotki millatingizning ayollarına bir chiroyli gap gaplash umuman xayolingizga kelmadi. Ko'pchilik meni onam unitaz emas deb fikr bildirdi. Ko'pchilik men ham yolg'izman, lekin men unitaz emasman deb yig'ladi. Hozirgi kunda afsuski har bir mahallada ajrashgan ayollar bor. Siz aytibsiz, otangiz, aka-ukangiz borib o'sha yomon erlar bilan gaplashib qo'ysin debsiz. Zotan otasi, aka-ukasi himoyasi ostindagi ayollar hech kim deymaydi. Aynan o'sha himoyasiz ayollarni do'pposlab, urib, ularni keraksiz qilishadi. Yaqinda birsi molxonadan chiqdi. Hech kimning xabari bo'lmadi. Ijtimoiy tarmoq orqali hamma bildi. Endi biz bilmagan molxonada bog'lanib urilgan ayollar qancha? Xo'p, siz shu oddiygina shu molxonadan chiqqan ayollar, ota bo'ling, aka-uka bo'ling, uni himoya qiling. Yana birsi chiqdi, ro'molsiz eri do'pposlab urib videolarni tarqatib berdi. Endi shular yashaydi, shular hayotini davom ettiradi, shu erkaklar bilan deb o'ylaysizmi? Sizdan iltimosim, millatingizni ayollarni chiroyli muomala qiling, chiroyli tarzda tushuntiring. Bu sizga mening murojaatim. Oldin bir Yulduz opamizni eshitib ko'raylikchi. Men qo'pol qilib aytsam, xafa bo'lmasanglar aytaman. Xafa bo'lmasanglar aytaman. Xafa bo'lsanglar men bir qoshiq qonimdan kechiring. Erdan ajragan ayoliga hamma osilaveradi, unitazga o'xshaydi, hamma kelib siyib ketaveradi qo'pol qilayotganda. Endi hali ahmoqlari bor, urang'ishlari. Hali o'tasi haliga qayta vaqt tashlaydigan. Hozir mana shu ijtimoiy tarmoqlarda faqat mana shu tema bo'lyapti-da, unitaz siyib ketadi. Yulduz Usmonova, o'zing erdan ajrashmaganmisan, qizing ajrashmaganmi deb gapiradi-da. Yulduz Usmonova ajrashsa ham erga tegib oldi. O'zidan qancha kichkina bo'lsa ham, zato erga tegib oldi. Uni qizi ham erga tegaman desa, hozir uylanadi, qiziga ham. Sizlar to'poy, ayrim bir to'poylar, ayrim deb gapiramiz endi. Ayrim bir to'poylar, tupaya duralar. O'zlaricha aqlli bo'lib chiqib, Yulduz Usmonovaga bu deb gapirasizlar-da, internetda gapiryapsizlar. Bu gapni tagida ma'no bor. Bu unitaz siyib ketadi, bu tagida ma'no bor, tushunyapsizlarmi sizlar? Ayollar. Ayollarni sochi uzun bo'lgan bilan aqli kalta bo'ladi degani rost. Tim bo'li u aytayapti, hozir men qisqa korotka qilib, qirqib qo'ydim. Tushunsin deb. Mana shu tushunmayotgan to'poylar tushunsin deb qirqib chiqardim-da. Boshida aytayapti. Bir qoshiq qonimdan kechsanglar aytaman deyapti. Oxirida ayrim deyapti. Tushunyapsizlarmi shuni? Tushunmasanglar vobshe chiqib gapirmanglar. O'zing shallaq xotinsan, konsertingda daqirasan, o'qilasan, bu qilasan deb. Psixologiyani o'qiganmisizlar? Tavba qildim. Hozir Timur rost-ku. Ayrim rost, ayrim deyapti, rost. Chetga ketadi, yurmaganlar yo'qmi? Например, yuradi. Eridan ajrashib ketib yurganlar qancha? Shuning uchun ayollar o'zlaringizga olmanglar darrov. Ayrim deyapti. Ko'p unaqa unitazlar. Tiqilib yotibdi unaqa unitazlar. Bir kun bittasini qo'yinglar, bir kun bittasini qo'yinglar.
siyib ketyapti ustiga. Shuning uchun hamma ayollar o'zlaringizga olmanglar darrov. Ayrim no degan joyi bor. Tak что bilmasdan gapirmanglar. Xo'sh, Yulduz Usmonovaning fikriga hamma yetarlicha fikr bildirdi, lekin hech kim men kutgan gapni gapirmadi. Yulduz Usmonova qanchalik ma'noda to'g'ri yoki noto'g'ri gapirdi? Tan olishni xohlamaymiz. Haqiqat shunaqa achchiq bo'ladi. Hech qaysimizni o'tmishimiz, bo'lib o'tgan shu kungachaki hayotimiz juda zo'r emas. Aytib maqtanadigan darajada emas. Chunki hamma ham yoshligida xato qiladi, o'ylamay gapirib qo'yadi, nimadir voqealar bo'lgan hammamizning hayotimizda. Lekin bu yog'iga to'g'ri bo'lishimiz kerak. Yulduz Usmonova qaysi ma'noda gapirdi? Qizlarim dedi, agar dedi iloji boricha saqlab qol hayotingni. Ajrashish yaxshi narsa emas. Ajrashgan ayolga hamma kishi umtazga qaragandek qaraydi, deyapti. Lekin bu gap misol kimlargadir og'ir botdi, kimlardir noto'g'ri qabul qildi. Birinchidan, ikkinchidan bu gapni faqat shu yerda o'tirgan qizlariga aytdi. Agar dedi xafa bo'lmasalaring, men sizlarga bir gap aytaman dedi. Yulduz Usmonova katta ekranga chiqib shunaqa qilib nasihat bermadi. Bu gap hammaga tegishli emas edi. Faqat shu yonida o'tirgan, shu Yulduz Usmonovadan nasihat so'ragan qizlarga javob qaytardi. Uchinchidan, bu gap misoli kimlarga tegib ketyapti? Kimlar uchun taalluqli edi? Hozir ajrashish arafasiga turgan qaysidir bir manjalaqi dugonasini bir kalichkini, mayli manjalaqi desam xafa bo'lib qolyapti. Qaysidir bir kalichkini gapiga kirib ajrashish bilan oilani o'rtasida turganlarga tegishli. Ey qiz, sen ajrashishni o'ylama, ajrashishning oqibati mana shunaqa bo'ladi degan ma'noda gapirilgan. To'rtinchidan, bu gap kimlarga tegishli? Yana ham aytaman. Bu gap tayyor gulday oilasini buzib turib, shu yo'lga kirib ketganlar, yengil hayotni xohlaganlar uchun gapirildi bu gap. To'g'ri, misol uchun, men ham necha marta ajrashishgacha borganman erim bilan. Haligacha o'zi 5 yil yashagan bo'lsak ham, nima deydi? Mana shunaqa odamga tegib ketadigan gaplar bo'lsa, odam sal o'zini ushlaydi. To'xta, oqibati yaxshilikka olib kelmaydi degan narsa bo'ladi. Chunki bu oila, turmush har doim urush, janjal bo'lib kelgan, ota-bobolarimizda ham, ota-onalarimizda ham, bizda ham bo'lyapti. Bizdan keyingilarda ham bo'ladi. Hurmatli ajrash arafasida turganlar, Instagramdagi hayotga ishonib, ajrashganlar shunaqa zo'r yashayapti ekan deb yomon xayolga, unaqa xoy havasga uchmanglar. Ajrashishni oqibati, ajrashgandan keyingi hayot juda ham og'ir. Yulduz Usmonovaning gaplariga men qo'shilaman. Agar videoni mazmuniga tushunmagan bo'lsalaringiz, shu videoni boshqatdan ko'rib chiqishlaringizni xohlayman. Hamma joyda Yulduz opaning intervyulari, shunday rekomendatsiyam aylantirsam ham hamma joyda shu videolar chiqib kelyapti. Juda ham katta heyt otilyapti, qattiq gaplar bo'lyapti. O'sha turmushdan ajragan ayollarni unitazga o'xshatdi deb gapirib chiqishyapti, lekin men mana kechasi ko'rdim, ko'pchilikni hozir ham strashniy gaplarni ko'rib turib kirib ko'rdim o'sha intervyuni. Ishonasizlar, men slishkim boshqa ma'noda tushundim o'tdi. Unaqa strashniy ma'noda gapirilmaganda. Men qanaqa tushundim, misol uchun, turmushdan ajraganinglardan keyin erkaklar vot osiladi, unitazga o'xshatib sizlarni kelib o'zini hayvoniy hirslarini sizlarda qondirmoqchi bo'ladi. O'shaning uchun o'zingizlarning qadringlarni bilinglar, unitaz bo'lib qolmanglar degan ma'noda gapirdilar deb tushundim. Yana ham bilmadim, sizlar qanaqa fikrdasizlar, yozinglar. Vot, bu yerda faqatgina o'zingizlarning qadringlarni bilinglar, shunaqa unitaz bo'lib qolmanglar deb gapiryaptilar deb o'yladim. Даже vot hamma bitta temada yomonlab chiqyapti-yu. Men shunaqa ma'noda ham ko'rishga harakat qildim, o'tdan qanaqadir yomon ma'no qidirdim, lekin все-таки topa olmadim, chestno. Vot, lekin oxirgi gaplariga vot erkaklar ursa, boshqa qilsa kelib aka-ukalaringlar gaplashib ketsa yaxshi bo'lib ketadi degan joylarga men absolyutno qo'shilmayman. Chunki ayollar erkaklarning dashnomiga, erkaklarning kaltayiga, erkaklarning tazyiqiga, erkaklarning hurmatsizligiga chidab yashash uchun yaratilmagan. Ular ham farzandni tug'ib beradi erkakga, yana farzand erkak nomida bo'ladi, misol uchun. Hamma narsa hayotini erkakga bag'ishlaydi, yana keyin kaltaklarga chidab yashasinmi? Men absolyutno bunga qarshiman. Vot, imенно mana shu joyiga men qo'shilmayman, lekin в целом u gaplarni men to'g'ri ma'noda tushundim. To что qadringlarni bilinglar, haqiqatan ham hurmatli ayollar, erkaklarning manipulyatsiyalariga uchib qolmanglar. Vot, sizlar qanaqa fikrdasizlar? Sizlar qanaqa ma'noda ko'rdinglar? Обязательно kommentariyaga yozinglar. Yulduz Usmonovani mana shu gapi butun internetda hozir aylanyapti. Rekomendatsiyadan tushmayapti. Ko'pchilik heyt yozyapti. Siz kim edingiz o'zi, siz qoluvdingiz, o'sha ajrashgan ayollarni asujdat qilmagan, gapirmagan bittasi qoluvdingiz deyishyapti. Bir tomondan bu opani gaplariga men qo'shilaman.
mani ham mayli hate qilinglar, mani yomon ko'ringlar, lekin haq gap aytyaptilar. O'zinglarni hurmat qilinglar, ayollar deyaptilar. Unitaz deb nimaga sizlar faqat bitta o'sha unitaz degan gapga yopishib olgansizlar? Dalshi gap eshitdinglar oxirigacha videoda, to'g'risini aytyapti. Kim ko'ringan bilan yotib keturma. Kim ko'ringan bilan gaplashib keturma, o'zingni hurmat qil deyapti o'tda. Yulduz opa. Nito gapirayotganlar yo'q. Zato achchiq haqiqatni aytyaptilar. Bor gap aytyaptilar. Mana men shaxsan mana shu sohada yurib, menga juda ko'p ajrashgan ayollar mashincha SMS yozishadi, xat yozishadi. Gulmira mana shunaqa. Hop, turmushga chiqdingizmi unga? Hop, gostinitsaga boribsiz, hop, atnosheniya qilibsiz. Oxirida sizga uylandimi? Yo'q, tashab ketdi. Tashab ketishini, sizga uylanmasligini boshidayoq sezdingizmi, bildingizmi? Bildim, lekin gaplashib ko'rdimda, yaxshi ko'rdimda, umid berdimda. 18 yoshar qizni temasini aytishadi. Uylanib ajrashgan ayol. To'ys ayollar o'zinglarni hurmat qilmasanglar, o'zinglarni nop etganda yig'ishtirib olmasanglar, Yulduz opaga o'xshagan gaplarni hali juda ko'pini eshitasizlar. Bunaqa gaplarni ko'piga hali chidashligiga to'g'ri keladi. Bu yerda Yulduz opani yonini olmayapman, lekin haqiqatni aytyapti. Ayollar kim ko'ringan bilan ajrashgandan keyin gaplashib ketilmaydi. Bo'ldi, men endi boshim ochiq ekan deb yurib ketilmaydi. Yoki xotini bor, oilali erkakga mamnaqani tipa bitta omin nevaziga borib ikkinchi ayol bo'vermaydi unaqa. Oilani ichiga tiqilmaydi. O'zinglarni hurmat qilishinglar kerak, rostdan. Bu fikrimga sizlar nima deysizlar? Nima demaysizlar, menga farqi yo'q. Prosta o'zinglarni tan olib, mana shu kommentariyaga qo'shilaman deb yozib ketsanglar ham bo'ladi. Talab turganimdan bor-ku, bitta videoni ko'rdim, yomon asabim buzildi. Bu Yulduz xonim Usmonovaga tegishli. Yulduz xonim Usmonova ajrashgan xotinlar emish, unitazga tenglashtiribsiz. O'zingizda bo'lavering, Yulduzxon o'zingizda bo'lavering, xolajon. Nasib bo'lsa shu eriz oxirgisimi? Biz erlaringizga ham adashib ketdik sanog'ida. Nasib bo'lsa Mansur aka oxirgisi bo'lsin, shu bilan qotingingni siz. Yulduz xonim Usmonova, siz endi unitazga tenglashtirganda Nilufar xonim Usmonovani ham nazarga tutganmisiz? O'zbek xotinlarini, o'sha ajrashgan xotinlarni, o'sha xezalarni, kekirdagi uzuli ko'llari bor. Ajrashgan xotin ham kayfiga ajrashmaydi, esingizdan chiqmasin. Primadonna deb sizni o'zi kim atagan? Nasiba xonim Abdullayeva bu bizning primadonnamiz. Qirolichamiz Olmaxon Hayitova. Joylari jannatda bo'lsin. O'zingizda bo'lavering. Mavlida Asalxo'jayeva bor. Kechirim so'rab chiqing. Eridan ajrashgan ayol unitazga o'xshaykan, hamma kelib siyib ketaverar ekan. Ashto bu gapni tilini ikki qarich qilib aytadigan ba'zi bir ziyoli insonlar o'zini oila a'zolariga, o'zini istoriyasiga, o'zini yaqasini bitta hidlasa yaxshi bo'lardi. Chunki eridan ular bir marta ajrashgan, ikkinchi marta bu xatoni qilishni xohlamagandir, ko'ngli qolgandir, lekin nima deydi uni aliment olish uchun, farzandini ko'paytirish uchun, o'zini hayotini PRga ishlash uchun 4 marta erdan ajrashib qayta er qilmaydi. Har bittasidan ikkitadan bacha tug'ib, hamma yoqqa raddomda har yili bitta tug'aydigan qiz degan nomni olmaydi. Yoki bo'lmasa o'zidan 15 yosh kichkinani tipa ahronaday qilib, bu meni erim, bu meni sultonim demaydi. Ba'zi birlarga savol ajragan qizlar bormanglar, baxtiyormisizlar? Men qo'pol qilib aytsam, xafa bo'lmasanglar aytaman. Xafa bo'lsanglar men bir qoshiq qonimdan kechiring. Erdan ajragan ayoliga hamma osilaveradi, unitazga o'xshaydi, hamma kelib siyib ketaveradi qo'pol qilayotganda. Не надо любите себя, уважайте себя. Bir eringda bo'lsa Mendan xafa bo'lmanglar, men ham o'zimni fikrimni bildirmoqchiman. Menimcha bu video intervyuni ko'p kishi ko'rdi, ko'pchilik blogerlar chiqib o'zlarining fikrlarini aytdilar. Bu videoda bitta gap to'g'ri aytilgan. Eridan ajrashgan ayolga hamma kelib yopishaveradi, unitazga o'xshaydi, tipa shunaqa gap. Bu ma'nosini ko'p kishi tushunmadi, может быть, meni ham gaplarimni ko'p kishi tushunmaydi, xafa bo'lishi mumkin, lekin baribir aytaman. Hech qaysi erkak ajrashgan ayolga seryozni qaramaydi. Bu narsa erkaklarning krugiga ham gapiriladi. Tipa u eridan ajrashgan, bu bilan bemalol любой ishingni qilishing mumkin. Bu videoda Yulduz Usmonova aytayaptiki, kerak emas, ishonmanglar, o'zlaringizni sevinglar, цените себя, любите себя deyaptilar. Bu degani ko'p ajrashgan xotinlar, ayollar ishonadilar, tipa, "Ammo u bilan yursam, qolgan ishlarni qilsam ham, u bilan yashasam ham, u menga qachondir uylanadi." Va men даже shunaqasini eshitganmanki, что yigitlar krugda bir-biriga ajrashgan ayollarni tavsiya qiladilar, tipa, "Ana bu zo'r, ana buni tam
unaqa qilsa bo'ladi, bunaqa qilsa bo'ladi. То есть men bu videoda mana shu gapni eshitdim va mana shu smyslni yetkazib bilmaganlarni eshitdim. Blogerlar chiqqan, gapirgan, ajrashgan ayolni musur dedilar, unitazga o'xshaysizlar dedi, tuda-suda. Bu har kim o'ziga kerak narsani, kerakli informatsiyani qabul qiladi. Va bu videoga bitta gapga qo'shilmayman. To'shto xotin kishi hamma narsani qilib, oilasini saqlashi kerak. Bu narsa faqatgina xotin kishining qo'lida emas, bu narsa xotin, ikki kishini qo'lida bo'ladi. Shuning uchun hozirgi situatsiyani blogerlar chiqib, boshqa tarafga o'girib, tipa Yulduz Usmonova ajrashgan ayollarni yomon dedi, unitaz dedi, unaqa dedi, bunaqa dedi degan ma'noni ovoza qilmanglar, ishonmanglar. Lekin eridan ajrashib, karyera qilib, o'zini sevib, o'zini bolasiga berib, yaxshi hayot qilgan, ilaji yaxshi ikkinchi oila qurganlarni ham bilaman. Bu videomda hech kimni men yomon demoqchi emasman, ajrashgan ayollar yomon demoqchi emasman. Prosta bu videoni bukvalno sizlar boshqa xil tushunib, pashshadan fil yasash ma'nosida qilyapsiz. Meni ajrashishimni kutayotgan. Sen ko'tingni qisib o'tiraver. Men ajrashmayman. Hech ham xavotirman. Men oilamni sandakalarning gapiga, yo'q ko'chadigilarning gapiga kirib buzadigan ahmoq emasman. Men oilamga tish tirnog'im bilan erishganman. Bu oilani men umuman osonlikcha dars ketishigacha ham qo'yib qo'ymayman. Men uchun bu dunyoda birinchi o'rinda erim turadi. Hayotimdagi eng hurmatga loyiq inson meni erim bo'ladi. Eplasang sen ham eringni xuddi shunaqa hurmat qilib, ko'nglini olib qo'y, mendagi bloger bo'lib qo'y, mendagi eplab qo'ygin, uyda o'tirib pul topib qo'ygin. Men bu qilayotgan ishlaringni agar o'zing to'g'rilamasang, butun umr shunaqaligincha qolib ketasan. Menga hamma xotinlar telefon qiladi, gapirib dardini aytadi, nima yordam berasiz desam, qarasam pochchalarda ayb emas, ichidagi kirlarini o'sha uyga olib borib, pochchaga nisbatan yomon ko'z bilan qarab, kir qilib qo'ygan. Boda noto'g'ri dilni og'ritgan bo'lsam, kechirim so'rab qolaman. O'lar dunyoda birov dilni og'ritish niyatim yo'q. Fikrimni aytdim. Gapirayotganda emotsiya berilib ketib qoladigan kasallik bor menda. Ana qilaman. А то, что вот я никто в жизни, men hech kim emasman, o'zimdan so'rasangiz. Men ishimni qilib yurgan bir devonai darvesh dedi-yu, devonai darveshman. Мое мнение это мое мнение. Я сказала свою точку зрения. Кто не согласен, просто возьмите и выкинете, и нет проблем. Alfonslar bilan siz yashab, sizni Alfons erlaringiz sizni xafa qilmagan, qo'lini ko'tarmagan, chunki joyiga qo'yib qo'yasiz, siz bitta fanatlaringizga ham baqirib ketasiz-ku konsertlaringizda, hurmatini joyiga qo'ymasdan. Sahnadan baqirishni boshlaysiz, shallaqi xotinga o'xshab. Shunaqangi ayollarni dostoinstvasi haqida gapiryaptimi? Sizni Alfons eringiz sizga ozor bermaganda, boshqalarni eriga o'xshab. Chidamagansiz-da siz anu urushlarga-yu, xiyonatlarga-yu, o'zbek ayollari chidab keladigan narsalarga. O'shaning uchun o'tirib olib ajrashgan ayolni unitaz bilan bir xil debsiz. Sizdagilar gapirmasin bunaqa gaplarni. Eng patxalim, eng anaqangi laganbardor artist O'zbekistonni laganbardor artistisiz siz. Bitta prezidentdan ikkinchi prezidentga paxta qo'yib yuradigan, hozir qaysi bir prezident bo'lsa, o'shani ko'tini yalab yuradigan odamsiz. Yulduz opani intervyularini eshitdim. O'sha intervyuga nisbatan gapirilgan har kimning fikrini ham eshitib chiqdim. Hammaniki bir xil chiqqan. Dedim. Bu yerda men netomanmi yo odamlar neto tushunadi. Ikki kishi shunaqa o'ylagan desam ham mayli derdim. Yo'q, ya'ni pashti hamma bitta fikrda. Lekin men u videoni ko'rganimda menga unaqa fikr paydo bo'lmadi-da eng qizig'i. Yana bitta narsaga amin bo'ldimki, talpaning orqasidan qilib ketadigan odam emas ekanman. Bo'lmasam hozir yolg'ondan bo'lsa ham ko'pchilik shunaqa deyapti-ku, men ham shunaqa deb gapirib chiqaman desam bo'lardi, lekin yo'q, baribir ham o'zim birinchi miyamga kelgan fikrimni sizlarga aytmoqchiman. Hali odamlarning fikrini eshitmasdan turib, u videoni birinchi ko'rgandim men bir necha kunlardir oldin. Miyamga kelgan narsa ayollarni unitazga o'xshatyapti, tipa kamsitish nimadir kelmadi, ya'ni. Balki men noto'g'ri tushungandirman, bilmadim. Men anaqa deb tushundim, tipa. O'zinglarni qadringlarni bilinglar. Gryaz erkaklarga u gryazny желаниясini sizlarga to'kishga допускать qilmanglar, tipa. O'zinglar ham bilasizlar-ku, ajrashgan bo'lsa agar o'girda atrofingizda erkaklar paydo bo'ladi. 100 tadan 99 tasini niyati sizni itarish bo'ladi, ya'ni addushi yordam deb savob uchun Alloh yo'lida nimadir bo'lmaydi, ya'ni. Даже если sizga qanaqadir yordam
cho'zgan taqdirda ham orqasida sizni itarishtiradi-da, ya'ni hech nima qarshiliksiz qiladigan erkak juda ham kamdan kam. Mani miyamga shu narsa keldi. Shuni gapiryapti deb tushundim men. Unitaz degani, unitaz bu shunaqa tam olarak unitaz emas, shunaqa narsaki, что gryazniy narsalarni to'kiladigan joy-ku, unitaz deyiladi-ku. Ani erkaklarni gryazniy, sassiq fikrini, sassiq jilaniyasini sizlarni ichinglarga to'kishiga ruxsat bermanglar, o'zinglarning qadringlarni bilinglar deb tipa, ya'ni achitib, как nasihatmi, не знаю, mana shunaqa qilib gapiryapti deb o'yladim. Yana tag'indan bilmadim. Ajragan qizlar bormanglar, baxtiyormisizlar. Men qo'pol qilib aytsam, xafa bo'lmasanglar aytaman. Xafa bo'lmasanglar aytaman. Xafa bo'lsanglar men bir qoshiq qonimdan kechiring. Erdan ajragan ayoliga hamma osilaveradi, unitazga o'xshaydi, hamma kelib siyib ketaveradi qo'pol qilayotganda. Не надо, любите себя, уважайте себя. Bir eringda bo'lsa, eri yo'qdi boshiga Buxorodan kelib qarg'a chiqib ketar ekandir deb eskilar, qo'pol qilayotgandir. Qaysi tilda aytding yana? Erni boshini maqtayman-da. Er bo'lsa yaxshi, endi hali ahmoqlari bor, urang'ishlari. Hali o'tasi haliga qayta vaqt tashlaydiganlari bor. Unaqalari bilan endi dadalaring kelib gaplashib, akalaring nimaga kelib urib ketsa, odam bo'ladi. Lekin ajrash, yo'lini qilib ajramaslikda harakatini qilish kerak. Lekin imkon yo'q ajrating. Qaynana uchun erdan ajraladimi ayting? Bu Yulduz opamiz videosiga juda ko'p negativlar va juda ko'p ayollar negativ tarzda video обращение qilyapti-da. Shu joyida men bir diqqatchasiga tushuntirib o'tib ketmoqchiman. Ba'zi bir ayollarga videoni to'liq tomosha qilish kerak. Bu bir. Ikkinchidan, Yulduz opa bu yerda aytayaptiki, bo'lar bo'lmas narsaga erdan ajrashma. Unitazga o'xshab qolasan. Bunisiga bir suqadi, unisiga bir suqadi. Lalitoga o'xshab 4-5 ta bolani orttirib ko'chada qolasan degan ma'noda aytayapti. Videoni to'lig'ini bir tomosha qilinglar. Men juda ko'p bu videoni ko'rib chiqdim. Lekin realni narsani aytayapti. Qaynonasi urushsam erdan ajrashib ketyapti, eri ichib ketsam erdan ajrashib ketyapti, qaynotasi bir qattiq gapirsam erdan ajrashib ketyapti. Ajrashishni kam qilinglar deyapti. Unitaz bo'g'dish bo'lib qolasan deyapti. To'ylar muborak, kallani ishlatinglar deyapti. Iloji boricha ajrashmaslikka harakat qilinglar, qudag'ay. Ertaga ajrashib, ikkita bolani yetim qilib, o'zingiz ham ko'chada qolib, uni otaniga qaytib borib, otani uyida baribir yo aka yo uka bo'ladi, ko'zingizga qo'lini tiqib, bunaqa hayotdan ko'ra ana qayinna, qaynota, erdi ko'ngliga qarab yashagan ma'qul. O'tkinchi dunyo deyapti bu Yulduz opa. Paxta qo'yish emas, haqiqatni gapirgan. Ayrim bir to'poylar nihuya tushunmagan. To'ylar muborak bo'lsin. Hayot o'zingizniki, ko'tingizga tiqib yuborisham qo'lingizda, gulday yashnatib yuborisham qo'lingizda. Zirt-zirt qarochi. Zirt-zirt. Usmonova yaman udor gap gapiribdi, ustoz. Levay yorib yorib yurgan qizlar haqida. Yo'q, undan ham battar. Ko'ramiz. Erdan ajragan ayoliga hamma osilaveradi, unitazga o'xshaydi, hamma kelib siyib ketaveradi qo'pol qilayotganda. Не надо, любите себя, уважайте себя. Bir eringda bo'lsa, eri yo'qdi boshiga Buxorodan kelib qarg'a chiqib ketar ekandir deb eskilar, qo'pol qilayotgandir. Qaysi tilda aytding yana? Erni boshini maqtayman-da. Er bo'lsa yaxshi, endi hali ahmoqlari bor, urang'ishlari. Instagram xalqi eshitdinglarmi? Yulduz opam ajrashgan ayollarni unitazga o'xshatibdi. Yulduz opa, siz ham osmondagi oymassiz. Marg'ilonda nima bo'yib, Marg'ilonda qanaqa yashaganlaringizni juda yaxshi bilamiz. Siz ham kim bo'lganligingizni juda yaxshi bilamiz. Yulduz opa, nonni katta tishlasangiz ham katta gapirmang. Farishta emassiz, siz ham Yulduz opa. Siz ham shu unitaz bo'lgan ekansiz-da, demang. O'zingizga ham bir ashini olib gapirdingizmi? Ko'tingiz yuvilib, Qur'on o'qigan odam bo'lib, o'zingizdan har xil gaplar chiqib, osmondagi oyman demang. Sal pastroqqa tushavering. Pastroqqa tushavering. Kimligini Xudo biladi. Siz farishta emassiz. Siz oppo emassiz. Siz ham hech bir anaqalarni qoldirmagansiz. Yemagan, Marg'ilonda yemaganlaringiz qolmagan bo'lsa kerak. Umuman tak O'zbekistonda yemaganlaringiz qolmagan bo'lsa kerak. Ho'ltashay eringiz ham yoningizda yurib, kimga nima qilsangiz, hozir ham bunday qilib ketadigandansiz, Yulduz opa. Yeb turib, bunday qilib og'zingizni artib ketadigandansiz. O'zingizni yig'ishtirib oling, Yulduz opa. Alingda o'zingizdan ketib, alingda qo'yib qolibsiz. Ko'tingizni arting siz oldin.
Gapirishdan oldin ko'tingizni yaxshilab artib tozalang. Bu yerdagi odamlarni gapirishdan oldin ko'tingizni yaxshilab artib yuvib tozalang opa. Sizni kimligingizni biz juda yaxshi bilamiz. Sizni masalan shaxsan men sizni bir tiyinga olmayman. Bir tiyinga olmayman. Siz men uchun bitta musursiz. Mana shu video murojaatim xalq artisti hurmatli Yulduz Usmonovaga. Hurmatli Yulduz Usmonova opamiz, siz ajrashgan ayollarni unitazga o'xshatibsiz. Unitazga o'xshaydi, hamma kelib ishini bajarib ketadi. Opa, sizga bitta savolim bor. Onani ayolni ikki turga ajratyapmizmi biz? Ajrashgan ayol, ajrashmagan ayol. Siz balki ajrashganlarni to'g'ri yo'lga qaytarmoqchi bo'lgandirsiz, lekin bilingki, ularning boshida ota-onasi bor. Ularni qaytaradigan insoni ko'p. Sizni maslahatingizga hech kim bunaqa maslahat beradigan bo'lsa, hech kimni zor yoki kuni qolmagan sizni maslahatingizga. Siz nahotki opajon ajrashgan ayollarni yaxshiroq narsaga o'xshata olmadingizmi? Nahotki shunchalik isqirt iflos joyga o'xshatdingiz ajrashgan ayollarni, o'zbek ayolini shunchalik past joyga o'xshatdingiz. Ular bilasizmi, qanchadan qancha otani, qanchadan qancha onani ko'zini qorasida katta qilgan farzandlari ular. Qanchadan qancha akani, singillari ular. Nahotki shunchalik past joyga o'xshatdingiz, opa? Xatyabi choynik piyolaga o'xshatmaysizmi? Unitazga ham o'xshatasizmi, opa? Shunchalik qarangda, siz xalq tanigan, xalqni eng zo'r artistlaridan birisiz. Sizni shunday qabul qilganmiz biz. Lekin siz xalqni orqangizdan yig'ib, gapirib, orqangizdan ergashtirib, ajrashgan ayollarga ana shunday nazar bilan qarash kerak deganimi bu? Men tushunmadim. Xalq o'shanday fikrlashi kerakmi? Ajrashgan ayollarni ko'rganda shunchalik past baholash kerakmi? Ayol qadri degan narsa bor. Mana shu meni bitta iltimosim, mana shu xalqdan, mana shuncha onadan, mana shuncha ayoldan, o'zbek ayolidan uzr so'rab murojaat qilishi. Uzr so'rab chiqing. Siz to'g'ri fikr bergan bo'lsangiz ham ana shu o'xshatgan narsangiz uchun siz uzr so'rab chiqishingiz kerak. Erdan ajragan ayoliga hamma osilaveradi. Unitazga o'xshaydi, hamma kelib siyib ketaveradi, qo'pol qilayotganda. Yulduz mana bitta gapini olib chiqib katta gap qilibsizlar. Bittasi kadi ko'tarib chiqibdi. Mansur uni emas. Bitta taksichi apa borlar. Apajon, ba'zi kanallikni ham chegarasi bordir. Buzib o'tdingizlar, lekin endi Yulduzga osilibsiz. Ha, unga nima deysiz? Siz nima ishingiz bor? Siz to'g'ri yo'lingizda yuravering. Assalomu alaykum. Bu video murojaatim Xo'ja onaga bo'ladi, Yulduz Usmonovaga. Yulduz Usmonova, haqiqatdan ham to'g'ri aytibsiz, unitazga o'xshaydi deb turib. Odamlar negativ fikr bildiryotibdi. Unga hech qachon ahamiyat qilmang. Sababi haqiqat tuqqaningga ham, otangga ham yoqmaydi degan. Nima demoqchiman? Kimdir gapirib turish kerak uni. Haqiqatdan ham ajrim silishkim ko'payib ketyapti. Buni oldini olish uchun qandaydir choralarni kuchaytirish kerak. Ajrimlarni kamaytirish kerak. Buni oxiri yaxshilikka olib kelmaydi. Yanada yangi videolarni kutib qolaman. Men siz bilanman. Bosing faqat gaziga. O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonovani men juda ham hurmat qilardim deb ko'pchilik ayollar video qilyapti-da. Gapini eshitmadinglar Yulduz Usmonovani, birda eshitaylik. Keyin o'zim fikrimni aytaman. Erdan ajragan ayoliga hamma osilaveradi. Unitazga o'xshaydi, hamma kelib siyib ketaveradi. Eshitdinglar? Demakmi, o'sha turmushdan chiqqan ayollar unitaz. Lekin bu ayol bir tomondan to'g'ri ham gapiryapti. Juda ham buzilib ketyapti-da. Hozirgi kunda eri bor ayollar ham yurib qo'yapti, kerak bo'lsa. Unaqalarni padariga la'nat yuradi oldindan, eri bor turib. Bitta narsa meni qiynayapti. Shimi yirtiqqa ishtoni yo'q qarab kulibdi. U anim ishtoni yirtiq ekan deb. O'zida shimi yo'q. Gapni tushungan tushunib olyapti. Yulduz opa, sanatingiz zo'r, ishtamiz, maza qilamiz kerak bo'lsa. Lekin men o'zim ham ishtaman ba'zi bir qo'shiqlaringizni. Jon opa, qo'shig'ingizni aytib aralashmang. Bu ayollar o'zi zo'rg'a yuribdi, nervisiz qilib bo'la. Borib hammasi to'planib urmasin yana. To'g'ri yo'lda yurgan ayollarimizga nizki poklon. Hurmatim cheksiz meni. Ya'ni to'g'ri yo'lda yurgan ayollarga. Eri bor turib yurgan ayollarga padariga la'nat deyman. Eri bor turib yurgan ayollar ham juda ko'p hozirgi kunda. Astagfirullah, Alloh insof bersin hammaga. Opalarimiz, sizlar iminni shu yerga
qing'ir qiyshib yurgan ayollarga tegishtirib gapirdi deb o'ylayman Yulduz Usmonova. Sizlar ba'zi mushaytsa qilmanglar. E'tibor qilmanglar. Agar sizlar to'g'ri yo'ldamisizlar, boshingizdan mag'zava og'darib yuborsin. Mag'zava. Alloh xolda to'g'rimisizlar? To'g'ri yashab yuraveringlar. Hammanglar hurmatlisizlar. Bu video bilan bir kichkina kamsitish niyatim yo'q. Tushungan tushunib oldi. Ishtani yo'qqa, ishtani yo'q, ishtani yirtiqqa kulib deydi-yu. Sog' bo'linglar. Mabodo noto'g'ri dilni og'ritgan bo'lsam, kechirim so'rab qolaman. O'lar dunyoda birov dilni og'ritish niyatim yo'q. Fikrimni aytdim. Gapirayotganda emotsiya berilib ketib qoladigan bitta kasalim bor meni ham. Ana qilaman. A то, что вот я никто в жизни, men hech kim emasman. O'zimdan so'rasangiz. Men ishimni qilib yurgan bir devonai darvesh dedi-yu. Devонай darveshman. Мое мнение это мое мнение. Я сказала свою точку зрения. Кто не согласен, просто возьмите и выкинете, и нет проблем.